Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 16-fevral haftani dushanba kuni 2026-yil Boboshbek qishlog'ida ochilgan oyoq kiyim do'konidan ko'rsatamiz. Xo'p, bu do'konni manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Har kuni ochiq bo'ladi. Xo'p, shu Boboshbek bozoriga ham yaqin. Va bu yerda ro'mollar ham olib kelib qo'yishibdi. Mana oyoq kiyimlar faqat donaga sotilyapti. Endi ko'p oladiganlarga sal narxini tushib berishi mumkin. Hozirgi vaqtda oyoq kiyimlar narxi eng arzoni nech puldan boshlanyapti? 50 ming. 50 ming so'mdan ekan donadagi narxi. Eng qimmati nech pul? Eng qimmat 150 ming so'm. 150 ming so'm. Qaysi biri? O'sha 150 ming so'mligini bitta ko'rsating. Kecha keldi yangi. Chiroyli. Shu 150 ming so'm, ha? Bular. Mana. Ko'jalisi bor. Ko'jalisi bor ekan mana. Kimetda yangi toshlilar bor bahorga. Bunaqa toshlilari bor ekan mana. Bular bor. Alo, yangi trend bo'lyapti. Bular endi Faqat hozir shu donaga sotilyapti. mana bularimiz ham tugab qoladi, yangi keldi. Razmerlari bor hozircha. Nech pul bu? 65 ming. 65 ming so'm ekan. Manolarimiz ham yangi keldi kecha. Keyin bu tovarlar, hurmatli muxlislar, hammasi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. O'zbekistonning sifatli mahsulotlaridan. Keyin saralangan tovarlar olib kelishibdi. Shu o'zlari ko'rib Sizda faqat ayollarniki, Faqat ayollarniki. shu yosh qizlarga shunaqangi narsalarda, shu oyoq kiyimlar. Bahorga mavsumga emas. Telefon nomeringiz nechi? 91lik 151 35 66. 91lik 151 35 66. 35 66 telefon nomeriga kunduzi telefon qilasizlar. Kechasi telefon qilmaysizlar ekan. Chiroyli saralangan tovarlar. Boboshbek bozoriga ham bu tovarlar chiqadi. Xudo xolasa chorshanba kuni olib chiqishadi. Endi bu ro'mollaringiz nech puldan? Ularimiz razmeri katta, materiali qalin, yaxshisidan. Tanlab olishga 15 ming so'm. Tanlab olishga 15 ming so'mdan ekan. Mana. Telefon nomerlar aytildi, telefon qilaverasizlar. Har kuni ochiq bu do'kon, xudo xolasa kelaverasizlar.